Hammaga salom, sizlar bilan CMV YouTube kanali va biz bugungi videomizda Tik qahramoniga yangi Tikayak Tik skinda gameplay qilib ko'rsatamiz. Bu skinni qanday tushirganim sizlarga qiziq bo'lsa, bundan oldingi videoni ko'rishingizni maslahat beraman. Va videoga like va obuna bosish esingizdan chiqmasin. Bu bizga obuna bosayotganlar ro'yxati. Ko'rib turganingizdek juda ham kam, hisob yo'q. Iltimos qilaman, videoni ko'rdingizmi, obuna bo'ling. Bu esa bizning yangi Brawl Pass Open Case'imiz uchun yetarli narsalar. Yangi keyingi videolarimizda ko'p like va obunalar yig'sak, bularni hammasini bir videoda Open Case qilib The Big Bad Wolf. The Big Bad Wolf. Xo'sh, menimcha unchalik ham kuchli baytlar tushmadi. Bu skinni o'qini qaranglar, vashshi dahshat. Ultasi ham shunga yarasha bo'lishi kerak to'g'risi. O'zim bu skinni ancha ko'p o'ynab ko'rdim, menga juda ham yoqdi. Bomba skin. Bu yoqda Feng juda ham o'yin qilyapti to'g'risi. Hozir o'ldirib qo'ymasa bo'ldi. Mana Fengni ham qoqib tashladik. Killshot animatsiyasini ko'rishingiz mumkin. Ultasini ishlatgan paytimiz Tikni kallasi ketganda ramyon bo'lib qolar ekan, juda ham o'ziga xos. Killshot animatsiyalari ham o'ziga mos. Endi hammani dang'illatib tashlaymiz, qo'limiz o'rgandi sikka. Qancha ko'p like va obuna bo'lsanglar, shuncha ko'p odamlarni prestij qilgan videolarimni qo'yaman, kommentariyalarga like bosib javob qaytaraman va o'sha kommentariyalardagi izohlarga video chiqarishga harakat qilaman. Boni easy. Ana. Top 1. Birinchi matchimiz o'z nihoyasiga yetdi. Va bu hatto yutish animatsiyalari juda ham o'ziga mos va chiroyli. Mana ikkinchi raundimiz ham boshlandi. Menimcha bu yoqda ham unchalik qiyin odamlar bo'lmasa kerak. Xo'p, bu yoqda bankalarni olish uchun taktika galaktika qilamiz. Oy, Kalet juda ham o'zidan ketyapti. Shellini bitta o'q Vay. Afsus, ko'rdinglar nima bo'lganini. Mayli. Bu yoqda 3-matchimiz davom etyapti. Bu yoqda ham endi yutishimga to'g'risi umid qilyapman. O'zi aslida Tikda unchalik ham yaxshi o'yna olmayman, lekin video uchun harakat qilyapman. Yana kamiga sezonniy skini ham bor. Keyin agar kimgadir akkaunt obzor qilish yoki akkauntni sotish, shunga o'xshash xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, menga aloqaga chiqishinglar mumkin. Akkauntlarni reklama qilib beramiz, videolarda obzor qilamiz, ko'rsatamiz va xaridor topishga maksimal darajada harakat qilamiz. Yoki siz qandaydir katta youtuber yoki shunga o'xshash Brawl Stars bo'yicha kanallaringiz bo'lsa, ular bilan birgalikda kollaboratsiya qilishimiz ham mumkin, birgalikda video qo'yamiz.
iltimos agar bu ma'lumotlar ya'ni bu xizmatlar sizga kerak bo'lsa kommentariyada izoh yozib ketishni unutmang. Like va obuna esingizdan chiqmasin. Agar siz qanchalik ko'p like va obuna bo'lsangiz videolarim shuncha sifatli va yaxshiroq bo'ladi. Bundan tashqari yangi tizimni ya'ni til almashtirishni rejalashtirmoqchiman. Ingliz tili va o'zbek tiliga almashtirish funksiyasi. Xo'sh, oy bu yoqda Jessini o'ltasi o'ldirib qo'ydi-ku. Salgina qoluvdi, ko'rdinglarmi? Va bu ham redki bo'ladi. Lagam bo'ldi. Yangi droplar, xo'p. Bu hammi bitta dona kuchukka bergandek-da, xuddi 20 marta biling даже. Xullas, iltimos obuna va like'ni ayamanglar. Brawl Pass bo'yicha yangi bunaqa open case qilishimiz uchun star drop, mega boxlarimiz bo'ladi. Iltimos like va obuna. Bizda hammasi shu. Iltimos podдержка qilishni unutmanglar.